kanalga. Bugungi videomiz mollar ishtahasi yo'qolib qoladi, misol uchun ovqat yeyishi yaxshi bo'lmaydi, yaxshi yemay qoladi. Shunga chiqardim videoni. Kanalga like va obuna bo'lishni unutmaymiz. Agar molda ishtahasi yo'q bo'lsa, ammundan suvga aralashtirib berish tavsiya qilinadi. 100 gram moliga qarab, endi vesiga qarab har xil 100 gram har xil beriladi. Молочный kislota keyin ana bundan berish tavsiya qilinadi. Endi bu uy sharoitida ukolsiz o'zlaringiz bersalar bo'ladi. Ikkovdan bersalar bo'ladi. Uni aptekadan so'rasangiz o'zini o'lchagichini beradi. Shunga o'lchab bersalar bo'ladi. Endi molga qarab, suviga agar suv ichmasa, yemaga aralashib beraversalar ham bo'ladi. Xo'p, agar molni ishtahasi yaxshi bo'lmasa, yo oshqozoni hazm bo'lishi yaxshi bo'lmasa, endi oshqozonga endi yem og'irlik qilsa, o'sha yaxshi yemay qolsa, ammundan berish tavsiya qilinadi. Buni 50 gramni mineralga aralashib qilib, hamda ichiga 100 gram qilib ichirish tavsiya qilinadi. 50 gram solasiz bunga. 50 gramni mineralkani to'ldirasiz, ichaverasiz. Yo'q, agar ichirish iloji bo'lmasa, mol katta bo'lsa yoki ichirishni umuman iloji bo'lmasa, shuni o'zini 300 gramini idishga o'lchab to'ldirib 3 ta solasiz dagin mol ichgan suvga. Keyin 4 qoshiq chayin soda solib bersangiz, molni birdan aptekadan ochaveradi. Biz doktor, biz ukolsiz uy sharoitida o'zlaringiz bersalar bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib qo'ysalaringiz, nasib bo'lsa oqsilda qanday davolasa bo'ladi, uy sharoitida qon kasalda ishlarga